Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilari va bizning kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Xo'p, bugun hafta kunimizga juma, hammalaringiz Saydul ayyom juma muborak bo'lsin. Bugungi video syomkamizni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida o'zimizning xonadondan 11 bosh qo'zilarimizni hosillariga video syomka qilib ko'rsatib beramiz. Videoni boshida bittadan like bosinglar, chunki narxini hozir o'ta ham arzon qilib beraman. 10 ta qo'yga pul sanaverasizlar, bitta 11 ta ekan hozir. To'g'risi olib chiqqanimdan keyin bildim. 10 ta chiqaraman dedim, 11 ta ketib qolibdi. Hozir 3, 6, to'g'ri 11 ta ekan. 11 ta bo'lsa ham mayli, 10 taga pul sanaverasizlar, xudo xolasa. Bitta 3 dona solig'i bor. 3 dona solig'i bor, qolgan 8 tasi qo'chqor. Hurmatli obunachilar, YouTube'da bozorda kuzatib olayotganlar bo'lsa ham mana bemalol narxlarida xudo xolasa o'zlarining fikrlarini bildiraverasizlar. Qo'ldan kelganicha hozir yo'lida qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, bularda oyliklariga keladigan bo'lsak, oyliklari bir 4 oy, 5 oy bo'lib qolgan qo'zilar. Endi eng kichigi ham misol 4 oylik bo'lsa kerak. Mo'lam misol uchun 5 oylikdek borib qolgan qo'zilar kuzga borib bemalol qochaveradi. Sog'liqlar. Kecha ko'rdim, mana shunaqa qo'zilarni 2 million 400 ming so'mdan chiqarishdi. 2 million 400 ming so'mdan chiqarishdi. Biz undan ham arzon, ular ham sog'liq edi. Bitta qo'chqor ko'p-a. Endi bozorga ham solishtirib olaverasizlar, balkim qimmat etayotgandir, balkim arzon etayotganmiz. Bu kommentariyada fikrlaringizdan bilib boramiz. Xullas, biz 2 million 200 ming so'mdan 10 taga pul berasizlar, 11-si bonus. 22 million bo'lsa, 10 beraman bir joyga. Vodiy bo'ylab bo'lsa, dastlabkasini ham qilib beraman. Mana yeb ichishlarini ko'ringlar. Yo'tal kuchkunlari yo'q. Asosiysi tanajoni sog', yeb ichishi zo'r. O'shuning uchun mana o'tga olib chiqib bir yo'li video qilyapmanki, yema-ichmoqlarini ko'rib olinglar deb. Mana shu sog'liq ekan, keyin u stolban oldida turgan sog'liq. Keyin uni chekkadagi sog'liq. Bitta egizay ham bor, mana shu ikkita sog'liq egizay. Bitta egizayi bor, keyin bitta alohida sog'lig'i bor. Qolgani qo'chqorlarda endi egizaymi, egizay emasmi bilmayman, lekin sog'lig'i bittasi egizay. Mana shu ikkovi bir xilda, dumbalari ham bir xilda egizaylar. Xullas, men vaqtda men gapirganimizdan narxida bo'ldi. Asosiysi narxini endi o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada yozib borasizlar. 2 million 200 ming so'mdan 22 millionga 10 tasiga pul sanaysizlar. 11-si absolyutni bonus. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar. Qo'zilarda mana holatlarni ko'ryapsizlar. Uzoqdan ham, yaqindan ham olib ko'rsatib beryapman. Agar yaqinroqda bo'lsalaring, kelib ko'rishlaringni tavsiya qilaman mana. 5 metr uzoqdan ham ko'rsatay. 5-6 metr uzoqdan ham ko'rsatyapman. Qo'zilar unaqa katta emas, 4 oy, 5 oylik qo'zilar. Yana katta qo'y ekan deb o'ylamanglar. Ko'pchilik YouTube'da hali katta ko'ringaniga keyin olib bu qo'yiz biz aytganda qabas ekan deb jichana qilib qolishyapti. Shuning uchun borini aytyapmiz mana. Uni shunaqa harakat borlar. Mana shu sog'liq mana. Nimadir qumsab qoldi u. Sherigini oqtarib qoldi. Egizaydi poyeta bu. Mana qiziqqanlar bo'lsa, akalar, ukalar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Hammasini bir joyga olaman deganga 22 million bo'ladigan narxi 11 taga. 2 million 200 ming so'mdan 10 taga pul berasizlar, bittasi bonus. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin. Bizning kanalni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, shunda biz kiritib olayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib olasizlar.
Bundan kichkinalari ham bor, kattalari ham bor. Hozir endi shuni o'zini olib chiqdim video qilgani. Endi hali vaqtlarini olib 3 partiya, 4 partiya qilib ko'rsatmay deb mana shularni o'zini olib chiqdim hozir. Ena bolasini, ena bola ham bor, qo'chqorni o'zinisini ham, qo'chqorni o'zini ham sotib olamiz. Sog'liqchilar sog'lig'i ham bor. Xullas, xohlaganlaringizdan bor, xudo xolasa aloqaga chiqavringlar. Yetkazib chiroyli qilib beramiz. Baraka topadigan qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bittadan like bosishni esdan chiqmasin,